Mahsulotimiz ham ustanovkaga yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, paper trubalar, unga kerakli bo'ladigan fittinglar hamma narsa kelgan. Xudo xolisa endi ishni boshlaymiz. Duxkontorning katyol qanaqa ishlaydi deyshadi-yu. Pa faktim ko'rsataman. Qisqasi 65 gradus turibdi mana. Dimoxoddan chiqayotgan suvlargacha ko'rsatyapti, 28 gradus chiqyapti dimoxoddan. Keyin mana bu yerda termometr ko'rsataman. Endi mana bu yerda issiq suv tushishini ko'rsataman. Hoppa, mana bu issiq suvga bitta o'giraylik mana. Ko'ryapsizlarmi mana gradusi? 60 gradusga chiqdi. Bu degani vaqti qaynaydigan 63 gradus, 64 gradus. Moshina ishlayapti katyol bor-ku. Bemalol mana shu katyolni xarid qilsanglar ham issiq suv olasizlar. Mana bu yerda ham tiqotga podachasini ko'rsatyapti. Ham issiq suv olasizlar, ham отоплениеga ishlaydi. Два в одном. Bu yerda ham hozir bitta titan, bitta katyol turgan edi. O'shani yechib, olib tashlab turib, o'rniga mana shu duxkontorning katyolni qo'ydik. Garelkamiz 10 talik. Xudo xolisa katyolni ishlashlari yomon emas. Topli polga bitta nasos, keyin batareyaga bitta nasos qo'yilgan. Mana bu yerda mana pogrujniy termostatlar orqali ishlaydigan qilib qo'yilgan. Okey, qanaqa ishladi katyol? Kech o'rnatgan bo'lsak. Kech o'rnatgan katyolimiz zo'r ishlayapti. Yaxshi, xudo xolisa. Juda samarali ishlayapti. Xudo xolisa qiynalib qolardi, to'pli polga tortolmay qolardi. Xudo xolisa keyingi oy kelamiz, rasxodlarni bitta hisoblab berasiz, ana xataga kirib, okey? Xudo xolisa. Bu yog'ini o'zi men ko'rsatdim. Mana shu teplovizor orqali ko'rsatdim ishlashlarini, mana ko'rib turibsizlar. Katyol moshni ishlayapti. Gap yo'q lekin ishlashiga. Kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.